Bugun ham yana bir muhim mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz endokrinologiya kafedrasi katta o'qituvchisi Akbar va Ra'noxon Komilovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ra'no opa, bugun mana insonlar orasida oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklari ko'payib ketyapti. Bugun keling mana shu mavzu haqida atroflicha gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Albatta, boshqa surunkali kasalliklar qatori oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalliklari ham bahor kelishi bilan xuruj paytlari boshlanadi. Endi sabab nimada? Avvalambor birinchi sabab noto'g'ri ovqatlanish. Sanitariya qoidalariga rioya qilmaganlik sababli tashqaridan Helicobacter pylori degan mikrobni oshqozon shilliq qavatiga tushishi. O'sha mikrob o'zidan ureaza, proteaza degan fermentlar ajratib chiqarib, oshqozon shilliq qavatlarida 12 barmoqli ichak shilliq qavatlarida yara chaqiradi. Keyingi sabablardan biri palapartish, og'riq qoldiruvchi dorilarni iste'mol qilish. Masalan, bosh og'rig'iga, tish og'rig'iga, bel og'rig'iga, nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar hammasi oshqozonga nojo'ya ta'sirlari bor. Keyingi sabablardan yana biri hozir yoshlarimizga juda bu o'rganish bo'lib qoldi. Gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish. Och qolib turib birdaniga quyuq kuchli ovqatlarni iste'mol qilish shular sabab bo'ladi. Endi ko'p holatlarda oshqozon 12 barmoqli ichak yara kasalliklari hattoki belgisiz kechishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda ular epigastral sohada og'riq borligi, jig'ildon qaynashi, ovqat yegandan keyin qornidan bo'lishi, birda ichi ketishi, birda ichi qotishi, xullas diskomfort holatlariga shikoyat qilishadi. Endi shikoyatlarini o'rganib chiqib biz bularga albatta fibrogastroskopiya muolajasini tavsiya qilamiz, ya'ni endoskop orqali oshqozon 12 barmoqli ichak shilliq qavatlarini holatini o'rganish. Bunga asoslanib keyin Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti standartlariga muvofiq davolash boshlaymiz. Davolashda endi albatta mutaxassis vrach, gastroenterolog olib boradi. Davolash standartlarini ham har xil turlari bor. Albatta bundan tashqari yana Helicobacter pylori degan mikrobni organizmda bor yo'qligini tekshiradigan tahlilni o'tkazishimiz kerak. Bu tahlil hamma laboratoriyalarda bor. Bular sidik orqali ham aniqlanishi mumkin va nafas, havo orqali ham aniqlanishi mumkin. Shunga asoslanib keyin standart asosida davolaymiz. Endi oldini olish uchun birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, sog'lom ovqatlanish, och qolmaslik, gazli ichimliklarni kam iste'mol qilish, har doim o'sha og'riqqa qarshi dorilarni to'q qoringa iste'mol qilish, iloji boricha iste'mol qilmaslik. Albatta har bitta dori-darmonni iste'mol qilishdan oldin albatta shifokor maslahatini olib keyin ichish kerak.